Tasavvur qiling, kichik bir loyiha qisqa vaqt ichida butun dunyo bozoriga chiqib, milliard dollarlik kompaniyaga aylanishi mumkin. Iqtisodiyotda bunday model startap deb ataladi. Startap bu yuqori o'sish sur'atiga mo'ljallangan innovatsion biznes modeli. Odatda bizneslar barqaror foyda olishga qaratilgan bo'lsa, startaplarning asosiy maqsadi tez masshtablash va bozor ulushini tez egallashdir. Iqtisodiy nuqtai nazardan startaplarning qiymati ko'pincha hozirgi foyda bilan emas, balki bozor salohiyati va kompaniya bahosi bilan o'lchanadi. Masalan, Uber, Airbnb yoki Instagram kabi kompaniyalar dastlab startap sifatida paydo bo'lgan. Ular innovatsion biznes modeli orqali tez o'sib, global platformaga aylangan va natijada milliardlab dollarlik bozor qiymatiga erishgan. Statistika bo'yicha startaplarning katta qismi dastlabki yillarda bozor talabini topa olmaganligi yoki xarajatlarni to'g'ri boshqara olmaganligi sababli muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Shu sabab startap modeli iqtisodda high risk high return, ya'ni yuqori risk evaziga yuqori daromad ehtimoli mavjud bo'lgan modeli sifatida qaraladi. Iqtisodga oid shunday qiziqarli va foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'ling.